Assalomu alaykum, hurmatli kimyogarlar. Sizlar bilan bugun Mega kimyo 2022-yil ikkinchi mavzu zichllik mavzusidan 13-chi, 14-chi, 15-chi savollarning yechimini ko'rib chiqamiz. Demak, 13-chi masalaga qarasak, zichligi 1,339 gram taqsim litr bo'lgan gazning molyar massasini toping degan. Xo'p, zichlik formulasi bor edi. Rho teng m taqsim v, massa taqsim hajm bor edi. O'shanda massani topsak, m teng rho ko'paytirilgan hajm bo'ladi. Ya'ni biz normal sharoitda hajmimiz har doim har qanday gazning hajmi normal sharoitda 22,4 litrga teng bo'ladi. Demak, zichligimiz formulaga qo'ysak, zichligimiz 1,339 gram taqsim litr. Hajmimiz, molyar hajmimiz 22,4 litr. Ko'paytirsak, litrlar qisqarib ketadi. Bizda 30 gram kelib chiqadi. Demak, 13-chi savolimizning to'g'ri javobi B javob. 14-chi savolga qarasak, zichligi 1,25 gram taqsim litr bo'lgan gazning molyar massasini aniqlang degan. Bu ham xuddi tepadagi savolga o'xshash. Massasini topish uchun berilgan zichligi 1,25 gram taqsim litrni molyar hajmi 22,4 litr ko'paytirsak, litrlar qisqarib ketadi. Bizda 28 gram kelib chiqadi. Demak, 14-chi savolimizning to'g'ri javobi A javob. 15-chi savolga qarasak, zichligi 3,17 gram taqsim litr bo'lgan gazning molyar massasini toping. Bu ham yuqoridagi savollarga o'xshash. Xo'p, massani topish uchun berilgan zichlik 3,17 gram taqsim litrni ko'paytiramiz 22,4 litr molyar hajmi. Demak, bizda 71 gram kelib chiqadi. Demak, 15-chi savolimizning to'g'ri javobi B javob.